Agar sizning nomingizda kvartira, hovli, yer uchastkasi, garaj, noturar joy yoki merosdan qolgan uy bo'lsa, bu video siz uchun juda muhim. Men bugun ko'pchilik e'tibor bermayotgan, lekin keyin katta muammo keltirib chiqarishi mumkin bo'lgan masalani tushuntiraman. Ko'chmas mulk hujjatlarini raqamli tizimda tekshirish. Kadastr ma'lumotlarini to'g'rilash va raqamli konfiskatsiya deb ataladigan xavf nimadan iborat? Bu yerda gap shunchaki bitta qog'ozni almashtirish haqida ketmayapti. Gap sizning uyingiz, kvartirangiz, yillar davomida yig'ib olgan mulkingiz, farzandlaringizga qoldiradigan merosingiz haqida ketyapti. Shuning uchun hoziroq kanalga obuna bo'ling, like bosing, chunki men bunday mavzularni oddiy odam tushunadigan tilda, hujjat va amaliyot nuqtai nazaridan tushuntirib boraman. Oldin qanday edi? Oldin ko'pchilikda uy-joy hujjatlari qog'oz shaklida bo'lardi. Eski kadastr hujjati, tuman hokimining qarori, oldi sotdi shartnomasi, hadya shartnomasi, meros guvohnomasi, order, uy daftari, texnik pasport, BTI hujjatlari. Odamlar shu hujjatlarni sandiqda, papkada, shkafda saqlab yurardi. Hujjat qo'limda bo'lsa, hammasi joyida degan tushuncha bor edi. Lekin hozir vaziyat o'zgardi. Davlat xizmatlari, kadastr, notarius, soliq, kommunal xizmatlar va boshqa ko'plab tizimlar bosqichma-bosqich raqamlashtirilyapti. Ya'ni mulk haqidagi asosiy ma'lumotlar endi faqat sizning qo'lingizdagi qog'ozda emas, balki elektron bazada ham bo'lishi kerak. Elektron bazada kim mulkdor, manzil qanday yozilgan, obyekt turi nima, maydoni qancha, yer uchastkasi bormi, taqiq yoki cheklov bormi, qarzdorlik bormi, hammasi ko'rinadi. Muammo shundaki, eski hujjatlardagi ma'lumot bilan raqamli bazadagi ma'lumot doim ham bir xil bo'lavermaydi. Qog'ozda kvartira 64 kvadrat metr deb yozilgan, tizimda 6 ta kvadrat metr turibdi. Qog'ozda ko'cha nomi eski nom bilan yozilgan, tizimda yangi nom bilan chiqadi. Qog'ozda uy egasi otasining ismi bilan to'liq yozilgan, tizimda bitta harf xato ketgan. Qog'ozda siz mulkdorsiz, lekin elektron bazada mulk hanuz oldingi egada turibdi. Mana shunday xatolar oddiy ko'ringani bilan ertaga sotish, hadya qilish, garovga qo'yish, meros rasmiylashtirish, sudda isbotlash yoki kredit olish paytida katta to'siqqa aylanadi. Ayrimlar raqamli konfiskatsiya deganda darrov davlat kelib uyni olib qo'yadi deb tushunadi. Men masalani vahma bilan emas, aniq tushuntirmoqchiman. Bu atama ko'proq shunday xavfni anglatadi. Agar sizning mulkingiz elektron tizimda to'g'ri aks etmasa, siz amalda o'zingizning mulkingiz ustidan erkin tasarruf qila olmay qolishingiz mumkin. Ya'ni uy sizniki, lekin tizimda xato bo'lgani uchun uni sota olmaysiz. Kvartira sizniki, lekin merosda muammo chiqadi. Hovli sizniki, lekin yer chegarasi noto'g'ri ko'rsatilgani uchun qo'shni bilan nizoga tushasiz. Bu ham mulk huquqiga jiddiy zarba. Men birinchi navbatda shuni aytaman. Har bir mulk egasi o'z hujjatini elektron bazadagi ma'lumot bilan solishtirib ko'rish kerak. Ayniqsa bu oxirigacha ulgurish kerak. Degan gapning mazmuni ham shunda. Keyinga qoldirsangiz, tizimdagi xato bugun bepul yoki oson hal bo'ladigan masala bo'lsa, ertaga sud, ekspertiza, arxiv, notarius, kadastr va boshqa idoralar o'rtasida yurishga olib kelishi mumkin. Kimlar eng ko'p xavotir olish kerak? Birinchisi, eski uy-joy hujjatiga ega bo'lganlar. Masalan, 1990-yillar yoki 2000-yillarning boshida olingan kvartira bo'lsa, hujjat eski shaklda bo'lishi mumkin. U vaqtda ko'cha nomlari boshqa bo'lgan, tuman chegaralari o'zgargan, uy raqamlari qayta belgilangan. Agar raqamli bazada yangilanish noto'g'ri kiritilgan bo'lsa, sizning manzilingiz boshqa obyekt bilan adashib ketishi mumkin. Ikkinchi, merosdan qolgan uyda yashayotganlar. Ko'p oilalarda ota-onadan qolgan uy bor, lekin meros oxirigacha rasmiylashtirilmagan. Akam biladi, ukam rozi, hamma qarindoshlar kelishgan deb yurishadi. Lekin elektron tizim qarindoshlarining og'zaki roziligini ko'rmaydi. Tizim hujjatni ko'radi. Agar mulk hali marhum ota yoki ona nomida turgan bo'lsa, ertaga biror huquqiy harakat qilish uchun barcha merosxo'rlar kerak bo'ladi. Ulardan biri chet elda bo'lsa, biri vafot etgan bo'lsa, biri rozi bo'lmasa, masala yillar davomida cho'zilishi mumkin. Uchinchisi, uyini oldi sotdi qilgan, lekin hujjatlarni oxirigacha tekshirmagan odamlar. Misol keltiraman. Bir kishi 2012 yilda kvartira sotib olgan. Notariusda shartnoma tuzilgan. Pul berilgan, kalit olingan, oila ko'chib kirgan. Lekin kadastr bazasida mulkdor o'zgarishi to'liq aks etmagan yoki eski texnik xatolik qolgan. Oradan 2 yil o'tib, u kvartirani sotmoqchi bo'ladi. Xaridor ipoteka olmoqchi. Bank esa elektron ma'lumotni tekshiradi.
Tizimda muammo chiqqani uchun bank kredit bermaydi. Sotuvchi esa men shu uyda 12 yildan beri yashayapman deb tushuntiradi. Ammo bank va notarius uchun asosiy narsa hujjat va elektron yozuv. To'rtinchisi rekonstruksiya qilganlar. Masalan, odam 3 xonali kvartirada balkotani xonaga qo'shgan, oshxonani kengaytirgan, devor o'zgartirgan yoki hovlida qo'shimcha xona qurgan. Qog'ozdagi reja boshqa, amaldagi holat boshqa. Agar bunday o'zgarishlar qonuniy rasmiylashtirilmagan bo'lsa, kadastr ma'lumotida nomuvofiqlik paydo bo'ladi. Bu nafaqat sotishda, balki jarima, qayta tiklash talabi yoki qo'shimcha ruxsatnoma masalasida ham muammo tug'diradi. 5-inchisi yer uchastkasi bor hovli egalari. Kvartirada asosan ichki maydon masalasi bo'lsa, hovlida yer chegarasi ham bor. 1 metrlik xato ham katta nizoga sabab bo'ladi. Masalan, hujjatda yer 6 sotiq, tizimda 5,6 sotiq. Yoki xaritada devor qo'shnining hududiga kirib ketgandek ko'rsatilgan. Odamlar ko'pincha devor 30 yildan beri shu yerda turibdi deydi. Lekin raqamli xarita va kadastr chizmasi boshqacha bo'lsa, nizoda dalillarni yig'ish kerak bo'ladi. Endi kimlar kamroq xavotir olishi mumkin? Agar siz yaqinda, ya'ni so'nggi yillarda notarius orqali mulk sotib olgan bo'lsangiz, kadastr hujjatini elektron shaklda olgan bo'lsangiz, davlat xizmatlari orqali ko'chirma tekshirgan bo'lsangiz, ma'lumotlar to'liq va to'g'ri chiqsa, xavf kamroq. Lekin bu umuman tekshirmasam ham bo'ladi degani emas. Men amaliyotda yangi hujjatlarda ham xatolarni ko'rganman. Pasport seriyasi noto'g'ri, CSHIR noto'g'ri bog'langan, obyekt turi noto'g'ri tanlangan, kvartira raqami adashgan. Men bu iborani oddiy qilib tushuntiraman. Bu har doim ham mulkni tortib olish degan emas. Amalda bu 3 xil ko'rinishda namoyon bo'ladi. Birinchi ko'rinish: siz mulkingizdan foydalanyapsiz, lekin uni huquqiy jihatdan harakatlantira olmaysiz. Sotmoqchi bo'lasiz, notarius o'tkazmaydi. Hadya qilmoqchi bo'lasiz, tizim xato beradi. Kredit uchun garovga qo'ymoqchi bo'lasiz, bank rad etadi. Ya'ni mulk bor, lekin sizning huquqiy imkoniyatingiz cheklanadi. Ikkinchi ko'rinish: mulk ustida boshqa shaxsning da'vosi paydo bo'ladi. Masalan, eski hujjatda xatolik sababli bir mulk 2 xil yozuvda chiqishi mumkin. Bir joyda 15 uy, 24 kvartira, boshqa joyda 15A uy, 24 kvartira. Agar tizimda noto'g'ri bog'lanish bo'lsa, boshqa odamning qarzi, taqiqi yoki nizosi sizning obyektga ta'sir qilishi mumkin. Bunday holatlar kam uchraydi. Lekin uchraganda odam juda qiynaladi. Uchinchi ko'rinish: noqonuniy qurilish yoki rasmiylashtirilmagan o'zgarish sababli mulkning bir qismi tan olinmasligi mumkin. Masalan, hovlida kimning kvadrat metr uy hujjatda bor, lekin amalda boyibing kvadrat metr qurilgan. Qo'shimcha 2 kvadrat metr rasmiylashtirilmagan. Ertaga baholashda, merosda, sug'urtada yoki sotishda shu 2000 kvadrat metr muammo bo'ladi. Ba'zida uni qonuniylashtirish mumkin. Ba'zida esa texnik va huquqiy talablar sababli imkon bo'lmaydi. Birinchi misol: Toshkentda yashovchi oila 2005 yilda 2 xonali kvartira sotib olgan. Hujjatda umumiy maydon 52 kvadrat metr, elektron bazada esa 48 kvadrat metr. Farq 4 kvadrat metr. Ko'pchilik 4 metr nima bo'libdi deydi. Lekin kvartiraning narxi 1 kvadrat metr $1000 deb hisoblasak, bu $4000 farq. Xaridor savdolashadi, bank baholashda past ko'rsatadi. Notarius qo'shimcha izoh talab qiladi. Eng yomoni, farq qayerdan kelgani noma'lum bo'lsa, sotib to'xtab qoladi. Ikkinchi misol: Samarqand viloyatida hovli ota nomida bo'lgan, ota vafot etgan, ona va 3 farzand yashab kelgan. 10 yil davomida hech kim meros ochmagan. Keyin farzandlardan biri uyni sotmoqchi bo'ladi. Ma'lum bo'ladiki, merosxo'rlar 5 kishi. Ona 3 farzand va ilgari vafot etgan farzandning 2 bolasi. Endi ularning hammasi huquqiy jarayonga kiradi. Kimdir chet elda, kimdir o'zi emas. Agar bu masala o'z vaqtida rasmiylashtirilganda hammasi ancha oson bo'lardi. Uchinchi misol: bir odam garajni 1908 yilda kooperativdan olgan. Qo'lda kooperativ ma'lumotnomasi bor. Lekin kadastrda garaj alohida obyekt sifatida chiqmaydi. Odam yillar davomida undan foydalangan, soliq to'lagan deb o'ylaydi. Lekin elektron bazada mulk sifatida tasdiq yo'q. Endi u garajni sotmoqchi bo'lsa, xaridor pul bermaydi. Notarius rasmiylashtirmaydi. Bunday vaziyatda arxiv, kooperativ hujjatlari, yer ajratish qarorlari va boshqa dalillar kerak bo'ladi. 4-misol: kvartira egasi ichki devorni olib tashlagan. Bu devor yuk ko'taruvchi bo'lmasa ham, reja o'zgargan. Uyini sotish paytida xaridor mutaxassis olib keladi yoki bank baholovchisi keladi.
Reja bilan amaldagi holat mos emas. Xaridor xavotir oladi. Ertaga menga jarima chiqmaydimi? Natijada yo narx tushadi, yo bitim buziladi. Endi juda muhim nuqtani tushuntiraman. Hamma xato ham fojia emas. Ba'zi xatolar texnik xato bo'ladi va ariza bilan ham tuzatiladi. Masalan, ismda bitta harf xato yozilgan. Ko'cha nomi eski shaklda qolgan. Pasport ma'lumoti yangilanmagan. Bunday holatda ariza shaxsni tasdiqlovchi hujjat va mulk hujjati bilan kadastr organiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qilish mumkin. Lekin ayrim xatolar chuqurroq bo'ladi. Masalan, mulkdor umuman boshqa odam ko'rsatilgan bo'lsa, maydon farqi katta bo'lsa, yer chegarasi nizoli bo'lsa, obyekt hujjatda bor, tizimda yo'q bo'lsa. Bu oddiy texnik xato sifatida hal bo'lmasligi mumkin. Bunday vaziyatda arxiv hujjatlari, sud qarori, ekspertiza, qo'shnilar bilan chegara kelishuvi, notarial hujjatlar kerak bo'lishi ehtimoli bor. Yana bir nozik jihat. Soliq to'lagan bo'lish mulk huquqini to'liq isbotlamaydi. Ko'p odamlar men 20 yildan beri soliq to'layman, demak uy meniki deydi. Soliq to'langanligi muhim dalil bo'lishi mumkin. Lekin u mulk huquqini tasdiqlovchi asosiy hujjat o'rni har doim bo'lsa olmaydi. Asosiy hujjat bu oldi sotdi shartnomasi, hadya, meros hokim qarori, kadastr ro'yxatidan o'tganlik yoki sud qarori kabi huquqni vujudga keltiruvchi hujjatlardir. Yana bir keng tarqalgan xato, uy mening nomimda bo'lmasa ham men ro'yxatda turibman degan fikr. Propiska yoki doimiy ro'yxat mulk egasi degani emas. Siz uyda ro'yxatda turishingiz mumkin, lekin mulkdor boshqa odam bo'lishi mumkin. Aksincha, siz mulkdor bo'lib boshqa joyda ro'yxatda turishingiz ham mumkin. Shuning uchun mulk masalasida ro'yxatga emas, mulk huquqini tasdiqlovchi yozuvga qaraladi. Yana bir muhim masala er-xotin mulki. Nikoh davrida olingan uy ko'pincha er-xotinning umumiy mulki hisoblanishi mumkin. Hatto hujjatda faqat bir kishining nomi yozilgan bo'lsa ham, shuning uchun sotishda turmush o'rtog'ining roziligi talab qilinishi mumkin. Ayrimlar buni oxirgi kuni bilib qoladi. Masalan, kvartirani sotmoqchi, lekin u nikoh davrida olingan. Notarius xotinning roziligini so'raydi. Xotin chet elda bo'lsa yoki nizo bo'lsa, bitim to'xtaydi. Yana bir xavf qarzdorlik va taqiqlar. Mulk egasining aliment, kredit, soliq yoki boshqa majburiyati bo'yicha ijro ishi bo'lsa, mulkka taqiq qo'yilishi mumkin. Odam ko'pincha buni sotish paytida biladi. Men uyimni sotaman, qarzimni yopaman deb o'ylaydi. Lekin taqiq sababli oldin ijro organi bilan masalani hal qilish kerak bo'ladi. Shuning uchun faqat kadastr ma'lumotini emas, taqiq va cheklovlar bor yo'qligini ham tekshirish kerak. Endi men sizga aniq nima qilish kerakligini aytaman. Birinchi qadam, uyingiz yoki kvartirangiz bo'yicha barcha hujjatlarni bitta joyga yig'ing. Kadastr hujjati, oldi sotdi shartnomasi, hadya shartnomasi, meros guvohnomasi, sud qarori, hokim qarori, texnik pasport, yer ajratish hujjati, kommunal to'lov kvitantsiyalari, soliq to'lovlari, eski uy daftari nusxasi bo'lsa, hammasini ajrating. Hujjatlarni rasmga olib telefoningizda saqlab qo'ying. Lekin asl nusxalarni yo'qotmang. Ikkinchi qadam, elektron ma'lumotni tekshiring. Buning uchun davlat xizmatlari markaziga borib, ko'chmas mulk bo'yicha kadastr ko'chirmasi yoki tegishli ma'lumotnoma olishni so'rashingiz mumkin. Agar siz MyPoke.gov yoki tegishli onlayn xizmatlardan foydalana olsangiz, o'sha yer orqali ham tekshirish mumkin. Sizga kerak bo'lgan asosiy ma'lumotlar, mulkdorning FH, JSSHIR yoki pasport ma'lumotlari, obyekt manzili, obyekt turi, umumiy maydoni, yashash maydoni, yer maydoni, kadastr raqami, taqiq va cheklovlar. Uchinchi qadam, qog'oz hujjat bilan elektron ma'lumotni satirma solishtiring. Ism familiyada farq bormi? Otasining ismi to'g'rimi? Tug'ilgan sana yoki pasport ma'lumoti mosmi? Manzil bir xilmi? Kvartira raqami, uy raqami, ko'cha nomi to'g'rimi? Maydon bir xilmi? Kadastr raqami bormi? Obyekt turi turar joy deb turibdimi yoki adashib noturar joy deb ketganmi? Hovli bo'lsa, yer maydoni va qurilish maydoni mosmi? To'rtinchi qadam, xato topsangiz, uni yozma ravishda rasmiylashtiring. Og'zaki borib shu joyni to'g'rilab bering deyish yetarli emas. Ariza yozing. Arizada shunday mazmun bo'lishi kerak. Men falon manzildagi ko'chmas mulk egasiman. Qo'limdagi hujjatda falon ma'lumot ko'rsatilgan. Elektron bazada esa falon ma'lumot noto'g'ri aks etgan. Shu xatoni tekshirib, amaldagi hujjatlarga muvofiq tuzatib berishingizni so'rayman. Arizaga hujjatlar nusxasini ilova qiling. Ariza qabul qilinganligi haqida kvitansiya yoki ro'yxat raqamini oling. 5-qadam, agar masala merosga bog'liq bo'lsa, notariusga boring.
Marhum nomida qolgan mulkni yillar davomida cho'zmaslik kerak. Meros ochish, merosxo'rlarni aniqlash, ulushlarni belgilash, kelishuv bo'lsa rasmiylashtirish kerak. Agar muddat o'tib ketgan bo'lsa, notarius yoki yurist bilan maslahatlashib, sud orqali muddatni tiklash yoki faktni aniqlash masalasini ko'rib chiqish kerak bo'lishi mumkin. 6-qadam, agar uyda rekonstruksiya yoki qo'shimcha qurilish bo'lsa, mutaxassis bilan tekshirtiring. Har bir o'zgarishni keyin bir gap bo'lar deb qoldirmang. Ayniqsa yuk ko'taruvchi devor, umumiy foydalanish joyi, qo'shni bilan chegara, umumiy tom, potval, balkon, fasad masalalari ehtiyotkorlik talab qiladi. Qonuniy ruxsat talab qilinadigan ishlar bo'lsa, rasmiylashtirish yo'lini izlang. Agar allaqachon qurilgan bo'lsa, uni qonuniylashtirish mumkinmi yoki yo'qmi, aniq bilib oling. 7-qadam. Qarzdorlik va taqiqlarni tekshiring. Agar mulkka taqiq qo'yilgan bo'lsa, sababini bilmasdan sotuvga chiqarmang. Ijro hujjati bo'lishi mumkin, sud nizosi bo'lishi mumkin, bank garovi bo'lishi mumkin. Garovdagi mulkni sotish alohida tartibda bo'ladi. Taqiqni e'tiborsiz qoldirsangiz, xaridor bilan kelishuv buziladi, avans masalasida nizo chiqadi, obro'yingizga ham zarar yetadi. 8-qadam, agar xatoni tuzatish rad etilsa, javobni yozma oling. Og'zaki bo'lmaydi degan gap bilan to'xtab qolmang. Rasmiy rad javobi bo'lsa, unda sabab ko'rsatiladi. Sababni ko'rib, keyingi yo'l tanlanadi. Qo'shimcha hujjat olib kelish kerakmi? Arxivdan ma'lumot kerakmi? Sudga murojaat qilish kerakmi? Boshqa organ xulosasi kerakmi? Yozma javob bo'lmasa, siz keyingi bosqichda o'z huquqingizni himoya qilishingiz qiyinlashadi. 9-qadam, hujjatlarni oxirgi kungacha qoldirmang. Bu oy oxirigacha ulgurish kerak deganimning sababi shuki, ko'pchilik bir vaqtda murojaat qilsa, navbat ko'payadi, arizalar sekin ko'riladi. Ayrim hujjatlarni arxivdan topish vaqt oladi. Siz bugun tekshirsangiz, xato bo'lmasa xotirjam bo'lasiz. Xato bo'lsa, uni vaqtida tuzatishga kirishasiz. Kechikkan odam esa odatda uyini sotmoqchi bo'lganda yoki muhim bitim oldidan yugurib qoladi. Men yana bir narsani alohida aytaman. Menga tanishim qilib beradi, tezlashtirib beraman, bazaga kiritib qo'yaman degan gaplarga ehtiyot bo'ling. Ko'chmas mulk huquqi jiddiy masala. Har bir o'zgarish qonun hujjatga asoslanishi kerak. Agar kimdir sizga hujjatsiz, arizasiz, tekshiruvsiz elektron bazani o'zgartirib berishni va'da qilsa, ertaga bu o'zgarish haqiqiy deb tan olinmasligi mumkin. Undan ham yomoni, siz firibgarlik qurboniga aylanasiz. Shuningdek, internetdagi umumiy gaplarga tayanib qaror qilmang. Har bir uy joyning tarixi boshqa. Bir kvartalda oddiy texnik xato bo'lsa, boshqa hovlida meros nizosi bo'lishi mumkin. Bir joyda ariza bilan hal bo'lsa, boshqa joyda sud kerak bo'ladi. Shuning uchun men har doim hujjatning o'ziga qarash kerak deyman. Qo'lingizdagi hujjat, elektron baza, arxiv va amaldagi holat bir-biriga mos kelishi kerak. Agar siz chet elda bo'lsangiz, bu masalani butunlay tashlab qo'ymang. Ishonchli vakil orqali tekshirtirish mumkin. Notarial ishonchnoma berib, yaqin odamingiz davlat xizmatlari markaziga, kadastrga yoki notariusga murojaat qilishi mumkin. Lekin ishonchnomani kimga berayotganingizga juda ehtiyot bo'ling. Unda vakolatlar aniq yozilishi kerak. Uy sotish vakolatini oddiy tekshiruv uchun berish shart emas. Tekshirish uchun alohida, sotish uchun alohida vakolat bo'ladi. Agar uyda bir nechta mulkdor bo'lsa, hamma xabardor bo'lishi kerak. Ulushli mulkda bitta odamning harakati yetarli bo'lmasligi mumkin. Masalan, kvartira 3 kishiga tegishli, ona va 2 farzand. Farzandlardan biri o'z ulushini sotmoqchi bo'lsa, boshqa mulkdorlarning imtiyozli sotib olish huquqi, rozilik masalasi, ulush chegarasi kabi savollar chiqadi. Shu sababli hujjatni tekshirish faqat bitta odamning emas, barcha manfaatdor shaxslarning masalasi. Men aytmoqchi bo'lgan asosiy fikr shuki, bugungi kunda uy-joy hujjati faqat papkada turishi yetarli emas. U elektron tizimda ham to'g'ri, aniq va to'liq aks etishi kerak. Raqamli tizim qulaylik beradi. Tez ko'chirma olish, onlayn tekshirish, notarius va banklar bilan ishlash osonlashadi. Lekin raqamli tizimdagi xato ham tez tarqaladi va ko'p joyda birdaniga muammo beradi. Shuning uchun hozir 3 ta ishni bajaring. Birinchisi, barcha mulk hujjatlaringizni yig'ing. Ikkinchisi, elektron kadastr ma'lumotini oling va solishtiring. Uchinchisi, xato bo'lsa, darhol yozma ariza bilan tuzatishga kirishing. Agar meros, rekonstruksiya, yer chegarasi, taqiq yoki ulushli mulk masalasi bo'lsa, notarius yoki malakali yurist bilan maslahatlashib, ishni cho'zmasdan boshlang.
Kvartira yoki uy odamning eng katta boyliklaridan biri. Uni himoya qilish faqat eshikni qulflash yoki kommunal to'lovni vaqtida to'lash bilan tugamaydi. Bugun mulkni himoya qilish degani hujjatni, kadastrni, elektron bazani va huquqiy holatni tartibga keltirish degani. Men sizga vahima qilishni emas, tekshirishni, aniqlashtirishni va vaqtida harakat qilishni maslahat beraman. Sizning uyingiz bo'yicha hujjatlarda xato chiqqanmi? Elektron bazada ma'lumotlarni tekshirib ko'rganmisiz? Izohlarda o'zing boshqalarga ham foydasi tegadi. Videoni foydali deb bilsangiz, like bosing. Kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu mavzu har bir kvartira va uy egasiga bevosita tegishli.